Mani belim og'rirdi, belimda grijam bor edi, kattagina grijam bor edi. Beldagi grija, oyoqdagi og'riqlar bilan kelgan dodamiz ikkinchi kursni ikkinchi kunidayoq o'zlarining fikrlari bilan bo'lishmoqchilar. Men yoshim 65 da, familiyam Akbarov Xondamir. O'zingizdagi muammolar bilan qiynalayotganligini tavsiya berasiz? Bu narsani ko'p joyga bordim. Boshqa nimalarni ham ko'rib, yechini olib ko'rganman, lekin bunchalik ta'sir bo'lmadi. To'g'risini aytish kerak. Bu yerda shu birinchi kursdayoq ta'sirini sezdim. Belim umuman og'rigan yo'q, lekin oyog'imda ozgina bor edi. Mana Xudo xolasa bugungi olgan lechenialarim, davolarim yaxshi bo'lyapti. Yo'q bo'lyapti hammasi. Dorilar bilan nima deydi? Vaqtinchalik deb o'ylayman dorilar bilan. Chunki ukol qilasiz, boshqa narsa qilasiz, ichasiz. Bunaqa narsani qilib ko'rdik. O'shaning uchun bu yoqqa keldik-da. Bo'lmagani uchun, ta'siri yaxshi bo'lmagani uchun bu yoqqa keldik. Xudo xolasa bu yerda oxirigacha davosini olsak, yaxshi bo'lib yuramiz. Lekin bu narsa anchadan beri bor edi. Menda qiynalib yurardim. Ko'proq endi belim og'rirdi. Ilgaridan belim og'rib turardi. Shu narsa yo'q bo'lganiga ham rahmatlar aytaman ularga. Turli xildagi lecheniyalar sizlarga yordam bermayaptimi? Unda sizlarni Skelet klinikasida kutamiz. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, kommentariyaga plus belgisini qoldiring, like bilan podpiskani unutmaysiz.